Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Toza qon filmi. Zombi pandemiyasi butun boshli shahar aholisini qonga tashna maxluqlarga aylantirdi. Film voqealari Kanadaning Red Crow shaharchasida boshlanadi. Bizga Gisu ismli qariyani ko'rsatishadi. Tilla baliq orzusidagi chol ushlagan baliqlarning ichaklarini tozalab pishirishga tayyorlaydi. Biroq baliqlardan biri tirilib sakrashni boshlaganligini ko'rgan chol yetqib qoladi. Tilla baliqchalar esa sakrab yana suvga qaytib tushishadi. Keyingi sahnada Trailer ismli yana bir shaharlikni ko'ramiz. U sherif edi. U sobiq xotini Jossaning iti o'layotganligi haqidagi xabarni olib o'sha yerga boradi. It ovqatdan zaharlanib qattiq azob chekayotgan edi. Boshqa yo'li qolmaganligini tushungan Trailer itni azoblardan xalos qiladi. Bundan so'ng sobiq Jossasining oldiga kiradi. Eriga qoniqmagan qara popish o'g'illari Jozefni boshqa shaharda qamashganliklarini xabar qiladi va mahkamaga borib uni ozod qilishini so'raydi. Jozefni o'gay akasi Lizol yo'ldan urganadi. Biroq Trailer bebosh bolalari biroz adablarni yeyishlari uchun bu ishni keyinroqqa suradi. Bundan so'ng o'lik itni mashinasiga ortib otasi Gisuni ko'rgani boradi. Qariya unga ichki organlar olib tashlangan bo'lsa-da o'lishni istamayotgan baliqlarni ko'rsatadi. Buni ko'rgan Trailer faxuye. Baliqlarni ko'chaga olib chiqib ularni yoqa boshlashadi. Ammo baliqlar hali ham qimirlashdan to'xtamagandi. Bu vaqtda turmada o'tirgan Jozef va o'gay akasi Lizollar kameradoshlari qon qusayotganligini ko'rishadi. Birozdan so'ng sobiq er-xotinlar mahkamaga kelishadi. Ma'lum bo'lishicha, bolalari kichkina joy topmasdan ko'prikka chiqib olib, vazdushniy maktub jo'natish bilan shug'ullanishgan ekan. Ularni kameraga olib kelishadi va boyagi qon quskur qutirib bolalarga tashlanishni boshlaydi. Politsiyachi uni it urganday urishidan oldin u Jozefni tishlashga ulguradi. Shifoxonaga ketishayotganda Jossa o'g'lini borgan sari pidaraz bo'layotganligini aytib, uni urishib beradi. Qo'shimchasiga uning Lizol bilan gaplashishi unga yoqmasdi. Jozef esa onasi o'lganidan so'ng uning boshidan ancha narsa o'tganligini, Trailerning esa u bilan ishi ham yo'qligini aytadi. Biroq u onasiga bunday ishlar qilmaslikka so'z beradi. Shifoxonaga kelgan Jozef homilador qizchasi Charli bilan uchrashib qoladi. U abort qildirish uchun kelgan edi, ammo Jozef bunday qilmasligini iltimos qiladi. U bolaga otalik qilishga so'z bergach, Charli fikridan qaytadi. Bu vaqtda Jossa o'g'li uchun dori izlaydi, ammo hamkasbi quturishga qarshi dori qolmaganligini aytadi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi 24 soat ichida tishlatib kelgan kasallar soni oshib ketgan. Ayni shu damda hamshiralardan biri quturib, yo'lidan chiqqanni tishlashni boshlaydi. Shu kuni tunda Trailer Shukr ismli fuqaroning chaqirig'i bo'yicha manzilga boradi. U xotini o'zini g'alati tutayotganligini va unga tashlanmoqchi bo'layotganligini aytadi. Ichkariga kirgan Trailer ayol o'z farzandini g'ajiyotganligini ko'rib dahshatga tushadi. U ayolni to'xtatmoqchi bo'ladi, ammo quturgan ayol unga tashlanib uni ham tishlab oladi. Biroq undan kuchliroq chiqqan qizil tanli qo'liga qurol olib boshining qatig'ini chiqaradi. U yerdan ketishayotganda Jossadan xabar keladi. U hamshira uni tishlashga uringanligini va shifoxonaning jinnixonadan farqi qolmaganligini xabar qiladi. Shifoxona tomon yo'lga chiqqan Trailer yo'lda tez yordam mashinasiga duch keladi. Jozef va Charlilar tez yordam mashinasida qochishni uddalashgan edi, ammo quturgan zambaqlar ularni ta'qib qilib kelayotgan edi. Bir qancha quturganlarni o'ldirib, jasadlarni yoqib yuborganlardan so'ng nihoyat zombi pandemiyasi boshlanganligini tushunishadi. 6 oy ichida pandemiya butun shaharni egallab oldi va bu yerlarni karantin hududiga aylantirishdi. Mahalliy hindu aholisida zombi kasalligiga qarshi immunitet mavjud edi. Shu sabab Trailer va Jozeflar ularni tishlashganidan so'ng ham odamliklarcha qolishgan edi. Bu oraliqda Lizol ularning hududiga begonalarni olib kirishga qarshi chiqa boshlaydi. Kunlardan birida Jozef kasal qizi uchun yordam izlab kelgan erkakni olib kelgandi. Bundan jahli chiqqan Lizol o'gay ukasini qattiq urishadi. Bundan so'ng ota qizni otib tashlamoqchi bo'ladi, ammo Jozef va Charlilar uni to'xtatib qolishadi. Bu esa qaynoq bahsga sabab bo'ladi va Lizol homilador Charliga qurol o'qtaladi. Biroq tepkini bosishidan oldin yetib kelgan Trailer o'g'illariga ko'chalarda qisib yurishni buyuradi. Bundan so'ng qizchani tishlashganliklarini ko'radi va otasiga vaqt borida uni o'ldirishlari kerakligini ta'kidlaydi. Qizning otasini lagerga jo'natgan Trailer qanchalik qiyin bo'lmasin qizchaning boshini sapchaday uzib tashlaydi. Bu vaqtda Jossaxon lagerga kelgan Lili ismli yana bir ayolni so'roq qilayotgan edi. Uning odam yoki it go'shidan yeganmisan degan savoliga ayol yo'q deb javob beradi. Jossaning tishlanganmisan degan savoliga ham yo'q deb javob beradi, biroq u aldagan edi. Hojatxonaga kirgan qiz qornidagi yarani ko'zdan kechiradi. Bu vaqtda boyagi qizchaning otasi o'zini otib tashlaydi va shu onda zombiga aylanadi. Ayni damda lagerdagilar qanday jon saqlashni muhokama
nima qilishayotgan edi. Muammo shunda ediki, zombilar itni bolasiday bolalab ketishgandi. Qurol yaroqlar esa tugay deb qolgan edi. Bu vaqtda Charli Jozefga jiddiy gapi borligini aytadi. Uning aytishicha, chaqaloq uni ichidan kemirayotganga o'xshardi. U tug'ilajak farzandida quturishga qarshi immunitet bo'lmasligidan xavotirda edi. Ammo Jozef bunday gaplarni qo'y, undan ko'ra shag'amni o'chir deya gapni pastelga burib Jossa esa treylerning tishlangan joylarini ko'zdan kechiradi. U kiyimni yechgach, orqasi fanatlarning bo'salaridan to'lib ketganligini ko'radi. Og'riq qoldiruvchi dori yo'qligini aytgan Jossa, og'riqqa chidashi kerakligini aytib, uning yaralarini tikib qo'yadi. Treyler esa unga hammasi uchun rahmat aytib, bitta rahmat bilan ayolga tonggacha minnatdorchilik bildirib chiqadi. Molday ichib eshakday narkotik qabul qilgan Lizol kayfda Jozefning oldiga kelib, undan boyagi qilgan qo'polligi uchun uzr so'raydi va Jozef uni kechirib yuboradi. Biroz suhbatdan so'ng Liliga ko'zi tushgan Lizol uning oldiga borib gap otmoqchi bo'ladi. Biroz valaqlashganlardan so'ng qizni sabzi ekkani xonasiga olib kiradi, biroq to'satdan zombiga aylangan Lili sabzini xomligicha yeyishni boshlaydi. Lizolning og'riqdan dod solayotganligini eshitganlar uning oldiga yugurishadi. Akasini zombi tiriklayin yeyotganligini ko'rgan Jozef dahshatga tushadi. Bu vaqtda treyler guruhi bilan qurol yaroq topishga jo'nagan edi. Ular zapravkaga yetib kelishadi va bir gala zombilar hujumiga uchrashadi. Biroq bu chollar yomon chollar edi. Lilining qo'llarini bog'lagan Jozef uning boshiga qop kiygizib olib chiqadi. Bundan so'ng Lizolni onasi oldiga olib ketarkan, to'satdan unga pichoq urib qoladi. Jozef nega bunday qilganligini so'raganida, "Kalligingga hasad qilaman" deya javob beradi. Xayriyatki, og'ir jarohat olmagan Jozef maniak akasidan qochishni uddalaydi. Lizol ataylab Lilini ozod qiladi va u lagerdagilarga hujum qilishda davom etadi. Oqibatda ur-sur to'polon boshlanib ketadi. Lagerga qaytgan treyler va guruhi ichkarida sola-sol boshlanganligini ko'rishadi. U tezda Jossasi bilan ratsiya orqali aloqaga chiqadi va ular podvalda qamalib olishganliklarini bilib olishadi. Vaqt kam edi, shu sabab treyler mashina signali yordamida zombilarni o'ziga jalb qiladi va vaqtdan foydalanib, guruhi bilan ichkariga kirib oladi. Ichkariga kirishgach, sog' qolgan oilani topishadi va ularni xavfsiz joyga olib ketishayotganda zombilar hujumiga uchrashadi. Treyler qurolni ishlatishga majbur bo'ladi, bu esa katta xato edi. Oqibatda zombilar shovqinga kela boshlashadi. Boshqa yo'li qolmagach, treyler oilasiga ketishni buyuradi. U baqamiyalarga qo'lidan kelgancha qarshilik qiladi, biroq kuchi yetmasdan tiriklayin yem bo'ladi. Bu hodisa uning oilasini qattiq qayg'uga soldi. Yo'l bo'yi Gisu ratsiyadan xabar oladi. Ma'lum bo'lishicha, Lizol cherkovda jon saqlayotgan bir qancha odamlarni garovga olgan ekan. U Charli va Jossalarga bamper bilan ketishni buyuradi. O'zi esa Jozef bilan quloqsiz nevarasining adabini berishga jo'naydi. Ular cherkovga yetib kelishadi, biroq Lizol bu yerda emasdi, ammo ikkita laychasi cherkovni yoqmoqchi bo'lib turishgandi. Qariya Lizol qayerdaligini so'raydi, biroq unga javob berishdan bosh tortishadi va boshsiz qolishadi. Tong otgach, bamper Jossa va Charlilarni ko'l oldiga olib keladi. Biroq yo'q joydan paydo bo'lgan Lizol bamperning ichaklaridan burma-chichvara qiladi. U Gisu va Jozeflarni chalg'itib, Charli va uning chaqalog'ini o'ldirishni reja qilgan edi. Lizo Charlini o'ldirish uchun kelganida Jossa unga qurol o'qtaladi. Ayol unga o'q uzadi, biroq bundan oldin Lizol mashinasidagi zambaqni chiqarib yuborishga ulgurib qoladi. Zombi to'g'ri Charliga sakrab uni tishlashni boshlaydi. Sal kechga qolib kelgan Jozef ularning barchasini o'ldiradi, biroq endi kech edi. Oxir bu yerdan ketish uchun ko'l oldiga borishganida yagona qayiq ham yonib kul bo'layotganligini ko'rishadi. Ularning yashab qolishga bo'lgan umidlari so'nay deb turganida Shokir boshqa bir qayiq bilan shu yerga suzib keladi. Ular bundan juda xursand bo'lishadi, ammo vaqt kam edi. Zombilar armiyasi bostirib kelayotgan edi. Gisu shu yerda qolib zambaqlar bilan kurashishga qaror qiladi. Jozef ham qolmoqchi bo'ladi, ammo qariya uni jo'natib yuboradi. Gisu qari bo'lsa ham hali beri quvvati bor ekan. Suvning o'rtasiga kelganda Charlining tug'rug'i boshlanadi va Jossa unga yordam beradi. Kuchana ko'tani chiqayozgan qiz nihoyat qiz farzandni dunyoga keltiradi. Chaqaloqni ko'zdan kechirgan Jossa uning zararlanmaganligini aytadi va Charli bundan juda xursand bo'ladi. Biroq o'zi uzoq yashay olmasdi. Zambaqqa aylanib ularga zarar keltirishni istamagan Charli Jozefdan uni o'ldirishini so'raydi va so'nggi bor farzandini bag'riga bosgach, Jozef istar-istamas sevgisini o'z qo'llari bilan o'ldiradi. Jozef jasad oldida ko'z yosh to'karkan, chaqaloqni bag'riga olgan Jossa endi qanday yashashlari haqida o'ylab qoladi.